Duxovkam yo'q-da, bo'lmasa boplab pishirardim, degan bahonangiz endi o'tmaydi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Bugun sizlar bilan duxovkada pishirmaydigan, osongina, juda ham mazali tort tayyorlaymiz. Oddiygina pechonli ajoyib tort. Qani ketdik. Bismillah. Aka bolasini urib tarbiya qilgan ota-onalar bir kun kelib afsus qilishadimi? Albatta afsus qilishadi. Bu holat to'rtta salbiy oqibatga olib keladi. Birinchisi, bolaning mehridan ayrilishi. Bola ulg'aygan sari ota-onasidan uzoqlashadi. Ichkigina va sovuqlik paydo bo'ladi. Urushgan onani, kaltaklagan otani bola yuragidan kechirishi oson bo'lmaydi. Ikkinchisi, tarbiya emas, qo'rquv shakllanadi. Bola axloqni tushunib emas, faqat urilmasligi uchun bo'ysunib yashaydi. Bu esa ijtimoiy hayotda o'z fikrini erkin bildirishdan muammo bo'lishi mumkin. Uchinchisi, bola katta bo'lgandan keyin zo'ravonga aylanishi mumkin. Urib o'stirilgan bola ko'pincha atrofdagilarga xuddi shunaqa muomala qiladi. Sinfdoshiga, turmush o'rtog'iga, farzandiga. Bu esa ota-onani o'sha eski xatolarni takrorlash bo'ladi. To'rtinchisi, men bolamga yomonlik qilmoqchi emas edim deb pushaymon bo'ladi. Keksayganda bolani muomalasi sovuq bo'lsa yoki umuman aloqasi bo'lmasa, ota-ona ich-ichidan qiynaladi. Ammo o'sha paytga kelib tuzatish kech bo'ladi. Bu videoni hamma ota-onalar ko'rishi shart.